Ya elektrik Solarin jamoasiga murojaat qiling. Ikkala jamoa ham plus minus birga ishlaymiz va pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Rahmat. Jami xonadon egasiga 117 million so'mga tushdi. Assalomu alaykum kanal obunachilari. Mana biz bugun Ma'lon shahrida Kamyonda bu obyektimizga 30 kvadratli quyosh panel stansiyalarini o'rnatib beryapmiz. Bu 30 kvadratli quyosh panel stansiyalariga 50 kvadratli D invertorni qo'yib beryapmiz. Xudo xolasa bu jami xonadon egasiga 117 million so'mga tushdi. Demak, bu yerda bizning panellarimiz Goking firmasiga Goking bu ikki tomonlik yaxshi panel, xudo xolasa uyaltirmaydi. Bu yerda karkaslarni to'qilgani profil, ubolnik, ularni albatta krasiya qilib berganmiz. Hozir sizlarga agarda invertorni o'rnatilgan bo'lsa o'rnatilgan yoki shitni qanday terilganini ko'rsatib beraman. Chunki hozir to'liq tugatib bo'lganimiz yo'q. Hozir jarayonda hammasi, xudo xolasa yana bir tugagandan keyin yana bir video qilamiz. Xo'sh, shitimizni o'rnatib berdi bolalar. Montajlarimiz qo'llari dard ko'rmasin. Mana shu taxminan shu yerga 50 kvadratli invertor o'rnaydi. Hozir hali 100% tugatib berilgani yo'q. Bu yerda mana uy egalari 220 dan 380 cho'chib qo'yishayotganda biz shu ichida qilib, chiroyli qilib, bonus qilib montaj qilib berdik cho'chini. Shu tarzda masalan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda pedagoglarimiz, uzib, chaqmoqdan himoya DC avtomatlarimizni qo'yib berganmiz. Yana bitta katta avtomat qo'yilgan. Xo'sh, kimga shunaqangi sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ya elektrik Solarin jamoasiga murojaat qiling. Ikkala jamoa ham plus minus birga ishlaymiz va pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Rahmat.